Assalomu alaykum Smart Uz obunachilari. Mana navbatdagi katyollarimiz. Xo'p, ishxonamizga kelganmiz. Yig'ilayotgan jarayonni video syomka qilib olib berishga qaror qildik. Xo'p, yig'ilayotgan jarayoni, svarkalari, lislari, hamma narsalarni tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, bitayotgan jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, bitayotgan jarayoni mana bitayotgan jarayoni tayyor. Usakalarimiz tayyor tiniq qilib chiqib berishibdi. Xudo xolasa buni spitaniyasi ham bo'ldi. Menimcha suvlarni to'ldirib, ichkarilariga spitaniyalarni ham qilib qo'yishdi buni. Hamma narsalarni spitaniyadan o'tdi bu narsa. Endi qolgan ishlarini bitkizamiz, eshiklarni, hamma yo'qlarni qo'yib, kraskaga beramiz. Kraskaga sepishib, hamma narsasini. Xo'p, bu 150 kvadratligimiz bo'ladi. 150 kvadrat. Xo'p, buni rasxoti sutkasiga 50-55 kilo rasxot qiladi. Uchli list bo'ladi. Ichki sistemasi ham uchli bo'ladi, tashqisi ham uchli bo'ladi. Bitta zapravkasiga 30 kilo sig'adi. Qirg'izni belolma ko'mirda yoqsalaring 16 soat yonadi. Angren ko'mir bo'lsa 12 soat yonadi. Undan tashqari mana tayyor yasalayotgan jarayoni mana o'sha ko'rsatib o'tib ketay. Mana двойной list bo'ladi. Bu ichki sistemasi, bu tashqisi. Bu kitob sistemasi bo'ladi. Men tepadan ko'rsatib beraman. Shu narsamiz olib tursa, mana tepadan ko'rsatib bering mana. Ko'pchilik listlari necha deydi, razmeri qanaqa deydi. Bizniki двойной bo'ladi. O'sha mana aytib o'tib ketganimda mana ko'rib turibsizlar mana. Двойнойligini hisobini ham olib qo'yasizlar bu narsani. Bu oldi tarafi bo'ladi. Mana oldi tarafi. Bu ichki sistemasi bo'ladi, bu tashqi sistemasi. Ekosi ham uchli bo'ladi. Xo'p, qo'shadigan bo'lsa 6 bo'ladi. Ekosini qo'shadigan bo'lsa 6 bo'ladi. Undan tashqari buni kattaroqlarimizni ham yasashyapti. 300 kvadratligi, 150 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadratligi bo'ladi bu katyollarimizni. Xo'p, 1 yil garantiyasi bor, 1 yil servis xizmati bor. Olib chiqib ketayotgan kunlaringdan dokumentiga pechatini bosib beramiz. Mana shu katyollarimizni garantiyalarini beramiz. Xo'p, dastavkalarimiz ham bor bu katyollarimizni. Xo'p, vodiyga, shahar markazlariga, vodiyga dastavkasi bepul. Andijon, Namangan, Qo'qon, Farg'ona shahar markazlariga dastavkasi bepul bo'ladi. Undan tashqari mana yana anaqa yasalayotgan joylarini ham ko'rsatib beraman. Mana kitob sistema bo'ladi bu narsa mana. Ichki sistemalarni ko'rsatib beray, полный. Mana shu ichki sistemasi bo'ladi. Ichki sistemasi. Endi xudo xolasa bular ham yasalaydigan jarayonga kelyapti. Hozir o'sha ichki sistemasini yasashyapti. Keyin yana tevasidan bu qoplanadi. Uchli listda. O'shunda двойной hisoblanadi. Ichki sistema ham uchli bo'ladi, tashqi sistema ham uchli bo'ladi. O'shi 6 bo'ladi. Xo'p, undan tashqari aytadigan mana tayyor bitgan holati mana shu katyolimiz bo'ladi. Tayyor bitgan holati bo'ladi mana shu. Undan tashqari, xo'p, lazer apparatlarimiz ishlayapti, gibka apparatlarimiz ham ishlayapti. Biz qo'lda kesib qilmaymiz bu narsani. Mana lazer apparatimiz kesib hamma yo'lda qilishni boshladi. Mana bundan tashqari shogirdlar ketyapti mana. Bukilish jarayoni. Bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Bukilish jarayoni qo'limizda bukmaymiz, faqat apparatlarda bukiladi bu narsa. Undan tashqari men ko'rsatib beraman. Mana bukilgan jarayon tayyor. Oysimon qilib bukilgan bo'ladi mana. Oysimon bo'lib bukilgan bo'ladi. Lekin qo'lda bunaqa qilib bukib bo'lmaydi bu narsani. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Ma'lumot bera olmay qolgan joylarimiz bo'lsa, kommentariyada yozsalaring, keyingi videoda xudo xolasa chiroyli qilib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.